Bugun sizlarga o'lchamlari 24 metr 30 santimetrga 30,5 metr joyga mo'ljallangan 7,5 sotixli yerga mo'ljallangan loyihamizni obzoran taqdim qilamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Mehroj. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin video olsa like qoldiring. Fikr mulohazalaringiz uchun esa albatta kommentariyamiz ochiq. Agarda sizga bizni xizmatlarimiz kerak bo'lsa va bizni faoliyatimiz ko'proq qiziqtirsa, bemalol Telegram kanalimizga ham o'tishingiz mumkin. Yaqinda biz Surxondaryo hamda Tojikiston Respublikasiga safarlar uyushtirdik. Shu kabi ma'lumotlarni ham biz Telegram kanalimizda ulashib boramiz. Pastda opisaniyada Telegram kanalimiz qoldirib o'tilgan yoki mana shu QR kodni skanerlab Telegram kanalimizga o'tishingiz mumkin. Endi esa qaytamiz. Loyihamizda umumiy ikkita qismdan tashkil topgan desak bo'ladi. Birinchisi naves qismi, ikkinchisi esa asosiy binomiz joylashgan asosiy uyimizni qismi hisoblanadi. Asosiy binomizning o'lchami fasad qismi 18 metrga, enigi esa 13 metrni tashkil qiladi. Ko'cha tomonda joylashtirilgan bir mehmonxona, naves hamda sanuzellarimiz joylashgan tomonimiz esa 24 metr 30 santimetrga 4 metr 80 santimetrni tashkil qiladi. Loyihamiz o'g'olikda qoldirib o'tilgan, chap tarafi to'liqligicha oxirigacha naves va navesimizning oxirida alohida demak qozonxonamiz, ya'ni kotyolniy komnatamiz joylashtirib o'tilgan. Asosiy binomizda umumiy bitta mehmonxona, bitta oilaviy xona, bitta oshxona, 3 ta yotoqxona, bitta sanuzel qismi joylashtirilgan bo'lsa, ko'cha tomonda esa bitta mehmonxona, o'ng tomonda alohida hammom hamda hojatxona qismlari, qo'shimchasiga esa naves qismlari qoldirib ketilgan do'stlar. Endi esa loyihamizni ichkariga kirib, ichkarilar bilan ko'rsatib boshlaymiz. Bu menimcha hammaga qiziq bo'ladi. Qani unda boshladik. Asosiy binomizga kirish eshigi xuddi mana shu o'rtada qoldirib ketilgan. Ichkariga kirganimizdan so'ng bizni kattaligi 39 metr kvadratga teng hovlimiz qarshi oladi. Hovlimizning o'ng tomonida va chap tomonida alohida xonalar joylashtirib o'tilgan. Birinchi o'ng tomondagi xonamiz bizni oilaviy xonamiz hisoblanib, umumiy kattaligi 25,4 metr kvadratni tashkil qiladi. Uni qarama-qarshisida esa oshxona qismimiz joylashtirilgan bo'lib, umumiy maydoni 25,5 metr kvadratga teng. Oshxonamiz hamda oilaviy xonamizning derazalari hovli qismiga qaratib ketilgan. Oshxonamizning ikkinchi yon tomonidan ham yana bitta eshik qoldirib ketilgan. Sababi kotyolni yonboshidan keyinchalik yozgi oshxona joylashtirilsa, oshxonamiz bilan uzviy bog'langan holda bo'lishligi uchun. Endi esa biz koridor qismimizga o'tamiz. Koridorimizning o'ng tomonida eng oxirida sanuzelimiz joylashtirilgan. Sanuzelimizning umumiy kattaligi 5,8 metr kvadratni tashkil qiladi. Sanuzelimizning fortichkasi esa yon tomonga qaratilgan va xuddi mana shunday umumiy ko'rinishga ega. Bu sanuzelimizning yon tomonida 19 metr kvadrat kattalikka teng bo'lgan yotoqxona mavjud. Yotoqxonamizning derazasi ham uyimizning orqa tomoniga qaratib ketilgan do'stlar. Va xuddi mana shunday holatda joylashtirib ketilgan. Endi esa bu yerdan ham yana qaytib koridorimizga chiqamiz. Mana shu yotoqxonaning yon tomonida ham yana bitta yotoqxona qoldirib o'tilgan bo'lib, bu yotoqxonaning kattaligi esa 20 metr kvadratni tashkil qiladi va umumiy holatda xuddi mana shunday qilib qoldirib ketilgan do'stlar. Yotoqxonamizdan chiqamiz va uning yon tomonida ham yana bitta xuddi mana shunday yotoqxonamiz mavjud va bu yotoqxonamizning umumiy kattaligi ham oldingi yotoqxonamiznikiga teng, ya'ni 20 metr kvadratni tashkil qiladi. Yotoqxonamizning derazasi esa orqa hovliga qaratib ketilgan. Va eng so'ngida kiradigan xonamiz mana shu yotoqxonaning chap tomonida joylashtirilgan bo'lib, mehmonxona qismimiz hisoblanadi. Mehmonxonamizning umumiy kattaligi esa ro'ppa-rosa 34 metr kvadratni tashkil qiladi.
va mehmonxonamizning derazalari ham orqa hovliga qaratib o'tilgan. Endi esa biz hovlimizning ikkinchi tomonida, ya'ni qarama-qarshisida joylashtirilgan mehmonxona hamda navis qismlarini tushuntirib o'tamiz. Mana shu ko'rib turgan rakursimizda chap tomonda hojatxona hamda hammom qismlari qoldirib ketilgan. Navisimizda bitta so'ri siqishiga yetarli joy mavjud. O'ng tomonda esa bizni mehmonxona qismimiz joylashtirib o'tilgan. Mehmonxonamizning umumiy kattaligi esa 32 metr kvadratni tashkil qiladi. Mehmonxonamizning derazalari hovli qismiga qaratib o'tilgan va xuddi mana shu ko'rib turgan mehmonxonamizning old tomonida ham kattagina navis qismi mavjud. Bugun sizlar bilan umumiy holatda mana shu loyihamizni birgalikda ko'rib o'tdik. Loyihamiz haqida fikr-mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Agar sizga mana shu loyihamizning to'liq chizmalari, ketadigan rasvot materiallari, santexnika, elektrika qismlarigacha kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Darvoqe, biz loyihalarimizni realizatsiya qismi, ya'ni ustalar qurib bitkazilayotgan holati, kimnikidir 100% bitgan, kimnikidir tomigacha kelgan yoki qurilishdagi qanaqadir xatolar bordir, bularni hammasini ham Telegramda real vaqt rejimida demak yoritib boramiz. Ya'ni obyektga bordik, birdan o'shani video qilib Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Albatta bu siz uchun qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.